Ho'p, avvalambor assalomu alaykum. Bugungi video kontentimizda biz business.go.uz sayti bilan tanishib o'tamiz. Bu sayt asosan misol uchun aholi tomonidan tadbirkorlik misol uchun kiryapmiz. Tizimga kirish uchun login va parollar so'raladi. Bu saytimizda asosan aholi tomonidan, ya'ni tadbirkorlar bilan davlat idoralarida to'g'ridan to'g'ri muloqot uchun yaratilgan sayt hisoblanadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqiy va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil. Ya'ni tadbirkorlarning davlat tomonidan huquqiy va qonuniy manfaatlarini himoya qiluvchi subyekt vakil hisoblanadi. Ya'ni bu birato'la biznes ombudsman deb ham yuritila boradi. Bunda hozir aytib o'tganimizdek, umumiy olganda ma'lum bir tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'ladigan bo'lsak, boshlamoqchi bo'ladigan bo'lsak, tadbirkorlik faoliyatida duch keladigan to'siqlarimizga, muammolarimizga, kiritiladigan savollarimizga bu sayt tizimdan qisqacha qilib yokida biroz bo'lsa ham ma'lumot yoki manba olishimiz mumkin hisoblanadi. Bu saytda misol uchun hozir murojaatning turi keltiriladi. Murojaatning turini tanlash deb ataladigan bo'lsak, misol uchun murojaatning turida turda 4 tur keltirilgan, ya'ni yuridik shaxs, jismoniy shaxs bo'lgan tadbirkorlik subyekti, ya'ni investor yoki jismoniy shaxs. Yuridik shaxs misol uchun investor bo'ladigan bo'lsa yoki misol uchun chet el fuqarolarini O'zbekiston rezidenti bo'lmagan shaxslar investorlar bo'lishi mumkin. Misol uchun o'sha chet el fuqaroligida bo'lgan shaxslarda investorlar tanlanadi. Misol uchun men yuridik shaxs emasman. Misol uchun jismoniy shaxs bo'lgan tadbirkorlik subyekti ham unaqa emas. Biz jismoniy shaxsni tanlaydigan bo'lsak, misol uchun keyingi bosqichlarda esa ism, familiyasi, sharif, ya'ni o'ziga tegishli bo'lgan barcha bir ma'lumotlarni kiritgan holda, ya'ni telefon raqami, ya'ni pochta nimasini ham kiritadi. Hududlarni, shahar, ya'ni hudud, tuman, hudud nazliga, ya'ni shahar, manzil, mahalla, qishloq, ko'cha nomlarigacha kiritiladi. Ya'ni o'zi haqidagi davlat ishida ishlashligi, ya'ni misol uchun qonuniy ravishda ishlashlikligi yokida murojaat mavzusi, qanaqa mavzuda, qanaqa tartibda, nima asosda murojaat qilishlikligi ham keltirib o'tiladi. Murojaatingiz qaysi tashkilotga yuborish kerakligini ham tanlang deb aytib o'tilgan. Misol uchun bu tashkilot nomini tanlaydigan bo'lsak, misol uchun tanlaymiz. Mana misol uchun viloyat hokimiyati, misol uchun dori-darmon, misol uchun o'shanga, misol uchun viloyat hokimiyati Farg'ona viloyat, misol uchun bizlar Sirdaryo bo'ladigan bo'lsa, Sirdaryoni topib berdim. O'shani joyni tanlaymiz. yoki kasb-hunar ta'lim markazi bo'lishi mumkin. yoki shunga o'xshash bir qancha nimalar bo'lishi mumkin. Ya'ni murojaatning oshkoraligi bunda ham tanlaymiz. Ya'ni murojaatning oshkoraligi ochiq murojaat va shaxsiy murojaat. Ochiq murojaatda bir nechta boshqa bir kishilar ko'rishligi mumkin. Shaxsiy murojaatda esa qaysi bir tashkilotga murojaat qiladigan bo'lsak, o'sha tashkilotning bu murojaatlar bilan shug'ullanuvchi xodimi bu murojaatni ko'rib chiqa olishligi mumkin. Murojaatning matni nimalardan iboratli ekanligini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Ya'ni pastimizda berilgan 0 va 3000 ta belgidan iborat, ya'ni harf, son va bir qancha belgilarning umumiy jamlanmasi 3000 tadan bo'lishi kerak deb o'tilgan. 3000 tadan ortig'ini bu murojaatning matnidagi hajm o'ziga qabul qilmaydi. Endi murojaatning matnida keltirib o'tiladigan, misol uchun ma'lum bir PDF yoki fayl, shunaqa o'xshash narsalar uchun ham alohida bir oyna ochilgan. Unga yuborishimiz, unga joylashimiz mumkin. Va buning asosida har bir tizimning xavfsizligini yuqori darajada ta'minlash uchun bunda ham misol uchun fake akkauntlar orqali yoki har xilcha bir kiber jinoyatlar orqali buzib kirishlar yoki bo'lmasa nima deydi, botlar orqali kirishni oldini olish, xavfsizlikni ta'minlash, saytni yaxshi ishlashini ta'minlash uchun bir qancha harf yoki son belgilardan iborat bo'lgan parol, ya'ni misol uchun mana shunaqa kodlar so'raladi. Bu faqatgina insonning qobiliyati orqali, ya'ni inson tera olishi mumkin. Bot boshqa bir tizimning, misol uchun kompyuterlarni o'zidan tera olmaydi.
Yana bu yerda adres deb yozib qo'yibdi. Rasmdagi kodni kiriting deyapti. O'sha hozir yuqorida aytib o'tgan narsamizni bu rasmdagi kodga kiritamiz va murojaatni jo'natish yo'lini bosamiz. Quyida asosan shular yoritiladi. Bunda asosan birinchi o'rinda murojaatni yuborishdan oldin bizni qiladigan ishimiz 3 ta til keltirilgan. O'zimizga eng qulay bo'lgan tilni tanlaymiz. Misol uchun o'zbek tili, rus tili, ingliz o'zbek tili bor. Misol uchun o'zbek tili lotin alifbosi, rus tili o'sha rus alifbosida keltirilgan. O'zbek tili bu kiril alifbosida keltirilgan bo'lib, o'qilishi o'zbekcha bo'ladi. Shuni tanlab olamiz. Misol uchun endi bundan chiqadigan bo'lsak, keyin pastda keltirilgan bo'ladi. Misol uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, ya'ni yangiliklar iste'mol bozorlarida, misol uchun bittasini misol qilib keltirib o'tadigan bo'lsak, iste'mol bozorlarida narxlar barqarorligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida, misol uchun o'sha haqida yangiliklar Prezident farmonida keltirib o'tilgan. Yangi. Xo'p, yana bir qaror esa mebel mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport qilishni rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. Ya'ni biron bir korxona tashkilot tomonidan tadbirkorlik faoliyati shunaqa mebel mahsulotlari bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga ishlab chiqarish, yetkazib berish, eksport qilishni rag'batlantirishga qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. Ya'ni misol uchun o'sha tadbirkorga eksport qiladigan bo'lsa, yetishtiradigan o'sha narsani tashkil qiladigan bo'lsa, ishlab chiqaradigan bo'lsa, o'sha tadbirkorga qo'shimcha chora-tadbirlar va rag'batlantirish orqali shunaqa bu qaror ham qabul qilingan desak ham bo'ladi. Tadbirkorlik subyektlari uchun zarur bo'lgan xizmatlar, ya'ni misol uchun bizning tadbirkorligimizning turi bo'lishi mumkin. Misol uchun bir nechtasini keltirib o'tadigan bo'lsak, yer ajratish va qurilish sohasidagi xizmatlar. Buni yer ajratish va qurilish sohasidagi xizmatlarga to'xtaladigan bo'lsak, sohasida xizmat ko'rsatish va ulardan foydalanish va bir nechta turlari chiqadi. Yer va bino ajratish, misol uchun qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkasini xususiylashtirish, o'sha narsa bo'yicha zarur bo'lgan xizmatlarni ko'rsata oladi bu sayt. Kredit kompensatsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, misol uchun kredit kompensatsiyasi, kredit, kompensatsiya, subsidiya masalalari bo'yicha misol uchun murojaat qilishimiz kerak bo'lgan banklar bu yerda 20 ga 15 ga yaqin, 15 dan ziyodroq banklar keltirib o'tilgan yoki bo'lmasa tadbirkorlarga ajratiladigan subsidiya va ulardan foydalanish, bularga ham murojaat qilishimiz mumkin. Shunaqa turlari mavjud bo'ladi. Bu sayt asosan shu asosda ishlaydi va bu saytning asosiy maqsadi va olib boriladigan ish ham mana shulardan iborat bo'lib hisoblanadi.